Dada, do'stlarimdan meni nima kamim bor, aytingchi? Allohga shukr, hech qanday bir kam joying yo'q. Ziyat yering bo'lsa bordir, kam joying yo'q. Avvalo duo qilib turadigan ota-onang, sog'liging, shu tinch vataning, Alloh bergan talant, san'at sohasini tanlagansan, Alloh taolo omadingni bersin. Shu el yurtga xizmat qilasan inshaalloh. Allohga shukr qilaver. Behisob shukr qilaver. Hech qanday kam joying yo'q. Ortiqcha ziyat joylaring ko'pdirkin, lekin kam joying yo'q. Shukr qil Allohga. O'zi Allohga qancha shukr qilaversang, Alloh taolo shu hayotingni yaxshi qilaveradi. Alloh o'zi Qur'oni Karimda oyat-i karima bilan aytganda, ne'matlarimga shukr qilsangizlar, ne'matlarimni yana ham ziyoda qilib beraman deb. Shuning uchun Allohga shukr qilaver, behisob shukr qilaver. Shunda Alloh omadingni berib, shu olayotgan nafasga ham shukr qilish kerak inson. Hayotda o'zidan anolarga nazar solish kerakda, hayotda yashashda. Shu qancha misol uchun o'zing bilgan anolar uy-joyi yo'q, sog'lig'i yaxshi emas. Ana shunday hayot anolarni ko'rib, Allohga shukr qilaverish kerak. Shuning uchun Allohga shukr qilaver. Ota-onam bor, duo qiladigan ota-onam bor, hech qanday do'stlarimdan kam joyim yo'q deb Allohga shukr qilaver. Ziyod joyim bor deb. Duoni o'zi, duo qilib turadigan ota-onani o'zi farzand uchun juda katta davlatda. Ota-onani o'zi, endi payg'ambar alayhisolamning hadis borda, ota-onasi bor, inson g'ani boy. G'ani degani hisobini faqatgina Alloh biladi. Uni boylikni, davlatni hisobini faqat Allohning o'zi biladi. Shuning uchun ana shunday o'zi ota-onani o'zi farzand uchun katta boylikda. Shunga shukr qil. Hech qanday kam joyim yo'q. Allohga shukr. Ziyod joylarim ko'p deb shunday anoda bor. Ha, aytganingiz kelsin. Dada, sizga bir gap aytmoqchiman. Bilasizmi, shu do'stlarimdan sizni ko'proq yaxshi ko'raman. Shunday bo'lish kerak-da, o'zi ota-onani yaxshi ko'rish kerak, farzand. Eng yaqin do'st birinchi Alloh do'st deydi, keyin deydi ota-onang do'st deydi. Shuning uchun ota-onani yaxshi ko'rish, u har qanday do'stdan ko'ra birinchi haqiqiy do'st Alloh do'st, keyin ota-onang do'st deganda. Shuning uchun ana shuni o'zi katta mayli. Salomat bo'l. Alloh omadingni bersin. Alloh taolo ikki dunyo saodatini bersin. Mayli. Yolg'iz do'sti faqat ota bo'larkan, yiqilganda yonida u qanot bo'lib turarkan. Har kuni yolg'iz do'sti hey faqat ota bo'larkan, yiqilganda yonida u qanot bo'lib turarkan. Oh dada, mening qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamimsiz dada. Yolg'izim dada. Siz mening qanotimsiz dada. Men sizdek bo'lgim kelar, sizga o'xshab yurgim kelar dada. Hamkorim dada.
olib yuring. Bir kun armon bo'larkan, dada va rus bolasiga yo'l ko'rsatib turarkan. Duolarim olib yuring, bir kun armon bo'larkan. Oh, Dada bir duo qilavering. Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma solli ala Muhammadin ala ali Muhammad. Kamma salayta ala Ibrohima ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Alloh taoloning o'zi jumlay olam mo'min musulmon muttaqi hofiz bandalarning qatorida shu Allohim Anvar o'g'limizni ham o'zing omadini bergin. Nimaiki yaxshi niyatlari, yaxshi orzulari, ezgu maqsadlari bo'lsa, ziyodasi bilan o'zing amalga oshirgin. Ikki dunyo baxt va saodatiga erishtirgin. Eli yurtga xizmat qiladigan iymonli, itoatli, solih farzandlardan qilgin. Allohim ikki dunyo baxt va saodatini bergin. Parvardigoro, o'zing mehribon va rahimdil zotsan. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Alloh subhanahu va taoloning o'ziga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning yaratgan mahluqotlar adadicha payg'ambarlarga, xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudlar va salovatlar bo'lsin. O'zing mustajob. Alloh akbar. Amin. Salomat bo'l. sening qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamimsiz, odamimsiz dada. Yolg'izim dada. Dada. Siz mening qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Men sizdek bo'lgim kelar, sizga o'xshab yurgim kelar dada. Hamkorim dada.